31-savol. Quyidagi apparat nomini aniqlang debdi. Xo'sh, apparatda ko'rinib turibdi. Mana bu suyuqlik ikki qismdan iborat. Ya'ni bir-birida aralashmaydigan ikki xil suyuqliklarni mana bu ajratish varonkasi yordamida ikkiga ajratiladi. Mana bu qora suyuqlik pastga mana bu jo'mrak orqali oqib tushadi. Xo'sh, mana bu tepada turgan oq suyuqlik yetib kelganda qora suyuqlik tugab pastga tushib jo'mrak yopilsa ikkiga ajratiladi. Ya'ni ajratish varonkasi deyiladi. Bu apparat nomi javob A javob bo'ladi. Ajratish varonkasi. Endi qolgan javoblarni ham ko'rib qo'yamiz. Kirushkin apparat, ozonator va kip apparatlarini hozir rasmini ko'ramiz. Bizning kimyo darsliklarida mavjud bo'lgan apparatlar rasmi juda ham oddiy, eng sodda versiyasi ko'rsatilgan. Mana bu ajratish varonkasini darslikdagi rasmi. Mana bu varonka, mana bu yerda jo'mragi bor. Mana bu qora suyuqlik pastga tushganda, mana bu tepada oq suyuqlik. Ya'ni ikkita bir-birida aralashmaydigan suyuqliklarni ajratish uchun ajratish varonkasidan foydalanadi. Masalan, moy bilan suv aralashib ketsa bir-biriga, u aralashmaydi. Moy yuqorida turadi, yengil bo'lgani uchun zichligi suvdan kichik bo'lgan suv pastki qismida turadi. Mana shunday ikkiga ajralib turadi. Ajratish varonkasiga qo'yiladi bu aralashma. Varonkaning jo'mragi ochilsa suv pastga tushib ketadi. Moyga yetib kelganda jo'mrak to'xtatiladi. Shunda ikkiga ajratiladi. Oson usuli shu. Mana bu apparat nomi Kirushkin apparati bu. Laboratoriyada vodorod olish apparati. Kip apparatini ozroq sodda versiyasi, oddiyroq, ya'ni tezroq yasaladigan versiyasi. Mana bu qism ya'ni probilka, bu yerda jo'mragi bor probilka, bu yerda metal qistirma qisib qo'yiladi va tepadagi varonkadan kislota quyiladi. Metal bilan reaksiyaga kirishib, mana bu jo'mrakdan vodorod chiqadi. Kirushkin apparat juda ham sodda apparat, laboratoriyada vodorod olishda ishlatiladi. Bu ozonator, buni ham juda ham eng sodda versiyasi chizilgan darslikda. Mana bu yerda kislorod kiritiladi, bu elektr uchquni ta'sir ettiriladi. Kislorod ozonga aylanib, mana bu idishga to'planadi. Bu ozonatorning eng sodda versiyasi. Bu kip apparati. Kip apparati ham vodorod olishda ishlatiladi laboratoriyada. Vodorod sulfid olishda ham ishlatiladi ba'zida. Kip apparati mana Kirushkin apparati bilan bir xil mexanizmni bajaradi. Faqat bu sal murakkabroq, bu eng sodda versiyasi. Arzon versiyasi, qimmatroq versiyasi deylik. Mana bu A idish hisoblanadi. Idishga mana varonka joylashtiriladi. Mana bu idishda mana bu qismida rux metali joylashtiriladi. Varonkadan kislota mana bu yerdan ko'payib metalga tekkanda gaz ajraladi, vodorod gazi, rux bilan xlorisitada, rux xlorid vodorod gaz mana bu yerdan ajralib chiqadi. Shu kip apparat, shu apparatlar. Demak, bu biz rasmda ko'rib turgan asbob nomi ajratish varonkasi deyilar ekan. To'g'ri javob A javob bo'lar ekan.